Xo'p, assalomu alaykum barchaga. Bugun ham sizlar bilan yangi milliy sertifikat imtihonida tushishi mumkin bo'lgan DNKga doir masala bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, boshlasak. DNK molekulasidagi nukleotidlar fosfodifir bog'lari bilan bog'langan. DNKning ma'lum fragmentida 1380 ta vodorod bog'i mavjud. Shu fragmentdagi sitozinlar soni 90 juft. DNKning shu fragmentidan sintezlangan informatsion RNK molekulasidagi fosfodifir bog'larning sonini aniqlang. Demak, bizda shunchaki nazariy ma'lumot bergan, ya'ni DNK molekulasidagi nukleotidlar fosfodifir bog'lar bilan bog'langanligini aytib o'tgan. Endi ana shu DNK fragmentida, ya'ni mana buni DNK fragmenti desak, shuning o'zida 1380 ta vodorod bog' bor ekan. Bunda 1380 ta vodorod bog'. Endi shu fragmentdagi sitozinlar soni 90 juft. Bizda 90 juft deganimiz 180 ta nukleotiddan iborat degan, ya'ni 180 ta sitozin nukleotidlari mavjud. Demak, bizda bitta formula bor edi. Umumiy vodorod bog'dan guaninlar sonini ayirsak, nukleotidlar soniga teng bo'ladi degan. Demak, bizda sitozinlar soni 90 juft bo'lsa, sitozinlar 90 juft deganimiz 180 ta, bunga teng holatda guanin nukleotidlari ham 180 tani tashkil qiladi. Demak, biz umumiy vodorod bog'lardan ayirib tashlaymiz 180 ta guanin sonini. 180 ni ayirib tashlasak, bizda 1200 ta nukleotid. Ya'ni DNK molekulasi ikki zanjirdagi jami nukleotidlar soni 1200 ta ekan. Demak, DNKning shu fragmentidan sintezlangan informatsion RNK molekulasidagi fosfodifir bog'lar sonini aniqlang. Xo'p, bundan informatsion RNKni sintez qilamiz, ya'ni bitta zanjirdan iborat bo'ladi. Bu iRNK. Bunda iRNK DNKning yarmiga teng. Bizda 1200, buni 2 ga bo'lsak, albatta 600 chiqadi. Demak, bizda 600 ta nukleotiddan iborat informatsion RNK molekulasi sintezlanibdi. Endi bizdan so'rayapti, ana shu sintezlangan informatsion RNK molekulasidagi fosfodifir bog'larning sonini so'rabdi. Bizda fosfodifir bog'lar soni umumiy nukleotidlar sonidan bittaga kam bo'ladi. Agar informatsion RNK bo'lsa, DNK bo'lsa ikkita kam bo'ladi, informatsion RNK bo'lsa bitta kam bo'ladi. Demak, 600 dan ayiramiz 1 ni, teng 599 ta fosfodifir bog'iga ega bo'ladi.